Aziz obunachilar, sizlarga eng zo'r obyektimizni havola etmoqchimiz. Zarafshon mahalla, O'ruzorda yo'l yuzidan 200 metr masofada joylashgan 6 sotuv maydonga ega 2010-yil barpo qilingan xonadonimizni havola etamiz. Xonadonimiz tupikovoy ko'chada joylashgan, oilalardan bexavotir istiqomat qilsanglar bo'ladi. Fasadga to'xtaladigan bo'lsa 20 ga 30, ya'ni uglovoy tushgan. Obyektimizning oldi tarafida o'zini palissadniga joylashgan, chiroyli archalar ekib qo'yilgan, yashil hududlardan iborat va ikkita mashinaga mo'ljallangan parkovkamiz va tsokolli qavatimiz полностью fortishkalardan iborat. Kirib ko'rishimizda, qadrli do'stlar, 4 ta mashinaga mo'ljallangan vezga ko'zga tushadi, zaryadное устройство. Bu yoq tarafda palflarimiz, fontan, ikkita imoratimiz tushgan, 2010-yil barpo qilingan 900 kvadratdan iborat 10 ta xona tashkil etadi. Ekosistemamiz, ya'ni yashil hududlarimiz, juda ham dekorativniy qilingan, tapchanniy zona, ro'paramizda vodopadimiz, tsokolli qavatlarimiz, ikkita vxod bor. Tsokolli qavatlarimizga bu yoqda va bu yoqda. Ikkinchi vyhodimiz. Xonadonimizning parametrlariga to'xtaladigan bo'lsak, qadrli do'stlar, boya aytganimizdek, umumiy maydoni 6 sotuv maydonga ega, 20 ga 30, 900 kvadratdan iborat 10 ta xonani tashkil etadi. 3 ta faza, 2 ta gaz o'tgan va kamera nablюдениyalar, 8 ta podключение qilingan. Eng zo'r tarafi o'zini yonginasida jome masjidi mavjud. Narxiga to'xtaladigan bo'lsa, qadrli do'stlar, 600 ming AQSh dollari belgilandi. Yana sunnatga muvofiq kelishiladigan joyi bor. Sizlarga eng zo'r obyektlarni taqdim etishda davom etamiz. Sog' bo'linglar.